Xiva shahrida viloyatdagi turizm sohasi vakillari bilan Respublika ishchi guruhining ochiq muloqoti tashkil etildi. Unda turizmni rivojlantirish istiqbollari va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilindi. Hozir shu haqda. O'tgan yili 1-2 may kunlari Prezidentimizning viloyatga tashrifi davomida Ardaxiva turistik kompleksi rasmiy ravishda o'z faoliyatini boshlagan edi. Bu ham sayyohlar oqimini oshirishga xizmat qilyapti. Shundan beri bu yerda bir qancha xalqaro festivallar ham tashkil etildi. Davlatimiz rahbari topshirig'iga asosan Xivada yana bir nechta sayyohlik manzillari barpo etilmoqda. Mana 2026-yilda biz Xalqaro lazgi festivalini mo'ljallab turibmiz. Xalqaro Strongman Bahodirlar o'yini taomlarimiz bo'yicha ham yana ko'p tadbirlar qilamiz. Hurmatli prezidentimizning qarori bo'yicha Ichanqalarni aqlli turistik maskanga aylantirish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Bizga yondosh bo'lgan soha vakillari hammamiz birlashib ish qilyapmiz. 2025-yilda vohaga 12 million 300 ming nafar sayyohlar tashrif buyurgan bo'lsa, ularning 2 million 200 ming nafardan ziyodini 140 dan ziyod xorijiy davlatlardan tashrif buyurgan mehmonlar tashkil etadi va Xorazmda turizmni yanada taraqqiy ettirish bo'yicha salohiyat ancha yuqori. Undan samarali foydalanish esa turizm sohasi vakillari oldida turgan eng muhim va dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ochiq muloqotda ham vohada turizm sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning muammolari va takliflariga quloq tutildi. Ochiq muloqot formatida o'tgan uchrashuvda 150 nafardan ziyod ishtirokchilar, jumladan tadbirkorlar, tur operatorlar, hunarmandlar, gidlar, mehmonxona va restoran egalari, transport kompaniyalari vakillari va boshqalar qatnashdi. Muloqot chog'ida ishtirokchilar hududda turizmni rivojlantirishning dolzarb masalalari, Xorazmning boy madaniy va tarixiy salohiyatidan samarali foydalanish, infratuzilmani takomillashtirish hamda turistik xizmatlar sifatini oshirish yuzasidan fikr almashdilar. Turizm sohasida bizni qiynayotgan muammolar haqida gaplashdik. O'zimizning takliflarimizni bildirdik. Respublika darajasidagi mas'ullar bizni tinglashdi va albatta hamma muammolarimizni ko'rib chiqib bartaraf qilishdi, yordam berishlarini aytishdi. Tadbirda Qoraqalpog'iston Respublikasi turizm sohasi vakillari ham ishtirok etib, hududlarni o'zaro hamkorlikda rivojlantirish masalalarini muhokama qilishdi. Shuningdek, yangi turistik yo'nalishlarni yaratish, infratuzilmani yaxshilash hamda davlat tuzilmalari va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha takliflar ilgari surildi. Biz ham Qoraqalpog'iston Respublikasi tur operatorlari ham Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyi xodimlari bilan birgalikda Xiva shahridagi tur operatorlar bilan birgalikda ishlash maqsadida mana bu uchrashuvga kelganmiz. Xorazmdagi tur operatorlarni Qoraqalpog'istondagi turistik obyektlar bilan tanishtirish bo'yicha infoturlarni tashkil qilish ham birgalikda doimiy ishlash bo'yicha ishlarni olib borishni jadallashtirishni taklif qilganlar. Yakunda Xorazm viloyatining turistik salohiyatini ichki va xalqaro miqyosda targ'ib etish, shuningdek aholining turmush sifatini oshirishga qaratilgan tashabbuslarni amalga oshirish bo'yicha keyingi qadamlar belgilab olindi.